Onyx obkatkadan chiqarish shart emas. Metan qo'yish uchun darrov qo'ysa bo'ladi. Siraziga metanni chiroyli qilib, faqatgina eng original zapchastlardan uстановка qilish shart. Metanni ham benzindek ishlatsa bo'ladi mashinani. Zapchastlari keladigan bo'lsak, hammasi eng 100% navorotda bo'lgan. Скоростной injektorimiz, Kunex blogimiz, variator panda zajigan rangni qilib beradi. Metanni ham benzindek tortadi. Reduktorimiz italyanskiy turbinali mashinalar uchun umuman siltash, qaltirash degan narsalar bo'lmaydi. Zapravishlargacha Italiya qo'yilgan. Eng navorot komplekti metan ikkita bir xil Onyximizga uстановка qilib berdik. 2 yil kafolati bor. Bunda ham xuddi shu zapchastlar, скоростной injektorimiz har biriga alohida. Zapravishimiz Italiya original, Kunex blogimiz va italyanskiy yana panda. Xuddi shunday uстановка bo'lgan italyanskiy katta reduktorimiz turbinali mashinalar uchun metanni ideal qilib yurg'izib beradi. Hech qanday obkatga kerak emas. Yangi absolutni salafan Onyxlarimiz ikkalasi ham tortishlariga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mashinalarimiz orqasiga keladigan bo'lsak, nemetskiy kachество deydi-ku, mana shu balon bo'ladi. Milliy metal sanoatda Germaniya texnologiyasida ishlab chiqarilgan 100% original baloni. Temiri qalin, umuman xavfsiz. Pastavkalari ham original bo'lgan, kuzov yemaydigan va balonda umuman qirrasi bormaydigan qilib, vechni qoladigan qo'yib berdik. Ikkita yangi Onyximiz. Kimda shunaqa Onyxlar bo'lsa, bemalol qo'ydiringlar. Metanda umuman muammosi yo'q. Yurishlari ham umuman ideal bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha nomer qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar.